Diqqat, Javohir Sindorov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov va qozog'istonlik shaxmatchi Bibisora Asaubayevaning birga tushgan surati keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur suratlar ortidan turli fikrlar bildirilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, boshqalar ularning shaxsiy hayotiga aralashmaslikka chaqirmoqda. Ko'pchilik esa bu holatni yoshlarning shaxsiy tanlovi sifatida qabul qilish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish lozimligini ta'kidlamoqda. Ma'lumot o'rnida Bibisora Asaubayeva blitz yo'nalishida 3 karra jahon chempioni bo'lib, ayollar o'rtasida eng yosh chempion sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. Eslatib o'tamiz, Sindorov 9-aprel kuni Kiprda bo'lib o'tayotgan nomzodlar turnirining 10-tubida hindistonlik Ramesh Babu Pragnanthani mag'lub etdi. Shu tariqa u erkaklar o'rtasidagi bahslarda 8 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Shuningdek, ushbu turnirda Bibisora Asaubayeva ham ishtirok etmoqda. U ayollar o'rtasidagi bahslarda 10-turdan so'ng 5 ochkoga ega va 5-o'rinda bormoqda.